At-tahiyyotni ma'nosini bilgan odam soatlab at-tahiyyot o'qiydi. At-tahiyyatu lillah. Mening tahiyyotim Allohga, ya'ni Allohga salomlarim. Was-salawat wat-tayyibat. Mening duolarim, barcha solih amallarim Allohga. Assalomu alayka ayyuhan nabiy va rahmatullohi va barakatuh. Ey payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, mening sizga salomlarim bo'lsin. Allohning sizga rahmati bo'lsin. Assalomu alayna va ala ibadullohis solihin. Salomlar bo'lsin. Kimlarga? Milliardlab odamlarga. Milliardlarga salomlar bo'lsin. Alayna bizga va ala ibadullohis solihin. Alloh taoloning barcha solih bandalariga salomlarimiz bo'lsin. Hazrati Odamdan to qiyomatgacha o'tadigan solih banda borki, mana shu salomimizga alik oladi. 1 milliard, 10 milliard